Шинжаң Шахла Халқара Сауда Шәкілік Шеркет таждарлығыдaki Тоқтыма Тоқти filmini көрішіңланы қаршадымыз. Mezlik bir avatqını nənin ətirki desem, əsli Şahla çaş doktor ekende. Bu filmni tövendeki orlama alaydı qoladı. Qutyar Халқара Сауда Шәкілік Şerketi Qutyar yürüyüşlük işimlikleri. Ma film hepti birlik qism çıqıda. Çıqıverdiğen bir Qutyarның zəylə ipiniz emas bu. Ro'yab Халқара Сауда Шәкілік Şerketi Ro'yab yürüyüşlük sağlamlıq mahsulatları. Sağlamlığımız en mühim, ro'yob hamroh her doim. Perviş Şahla çaş doktoru da. Körkem çaşlarını teximi asıraydı. Mehirlik kaliplerini birbirine bağlığı Şahla çaş doktoru çaş ettir cevheri. Hay kız bil ko'nglimni bersan, ham rost tur so'zlarimga ishon. Qilmasman hech kimni santan, bir sana ko'yib chin dedi so'yib. Bilolmadim sababi, bilolmadim men. O'tolmadim ko'nglimni, o'tolmadim ham. Hakim ko'nglim o'tolmadim, o'tolmadim. Toxtuma Toxti filmi her şembe günü yayınlandı. Salon adresimiz Toxtuma Toxti. Toxtuma Toxti filmini en süzük altını görmekçi bolsanız bu işkilik kortunu skanerlap Subat Aptidalının en yeni nuskusunu düşürün. O bu ündar salonuna baray dep kirgiz boğuş tabaqni akab bopta. Xotin tamaq yeyli mamada. Bu qiz olsan shu. To'xtaninki tunji qiz o'stil. Bugun bir xizmat mashini deyish qo'ygan. Kızım toz sever anlarga. Do'stlik bizga ma'qul, mashq qilamiz sanab qo'yay. Sizga mi xo'sh? Asaya o'rsi. Hamda ular bashir siz cho'qsan. Nega shirkat tarafniki? Yana ish chiqdimi? Men qanday qilishimni bilmadim men. Ey, men buni anglab turdim qara. Bu kallam bo'lganki o'zing olda o'yla. Qaysi ish muhim? Sendan bekarak o'qisa. Men Qara. Eng yaxshisi ko'nglingdan so'rab baq. Qaysi ish muhim bo'lsa, sen berib shu ishni qilgin. ma'qul. Undan so'ng bunday qilaylik. Ikkalamiz menga bir yordam qilinglar. Juda yo'q. Berib Asadning shu bilan shirkatning shu bir sirni bir boshqa turib tursanglar. Men o'ylab qoldim. Ba'zi bir fursatlarni qo'ldan berib olsaklar, bu fursatlar qaytganmigidek. Oxir kallan ishildi ey. Baldırlı muşaqılda işti asli. Ma berib sen o'zingni baxtni qo'llash qilma. Azman berib kelay. Sizlar topshirdim, ish vaqt telefon qilinglar menga. Bo'ldi. Mana ishkimiz yarib ishlarni yig'ishtirdi. Kalımızma. Bu to'xtov şirketiga borgan bo'lsa qasdi hamma ishlashim mirsat degan nimani qilganligim bilmayotganmiz-ku. Shu, yomon ochig'imga otdi men berib uriytman o'qiyman. Ya bu to'xtadak musha yosh bo'lmay. Turan. Bu aldirgancha xotin-ku. Ey xotin, mamada. Ben aldrashma hozir men berib avvago to'xtab bo'lsa qilib gapirsiz. Oy bu tomoqni o'zi buni qilib turing hamdi. Ey maqamida ham deyman ham deyni qilib bu oshxona qo'yib tomoqni atkizib sizga olib berib bir munch vaqt ketdi. Aldırdık ben dedim go, ben barayniki. Gashi tez. Baraydılam diyorlar. Barayda tora. Baraydım ben de. Ya aşağısı zakası sağ mı? Neden mi? Maqul aşınlık qilmayman siz yerib turan. Endi baray aldan ketdim sana. Shurpadim-ku ama undidar dilam zakaz qildi. qarab, mushuni ichi kirib, tomoqni tanlaysan. Tomoq ekan.
Lağma yedim de. Lağma Allah'ım sen. Bana. Anadaki ma pul to'laydiganni besib. Mana besibsam bo'ldi. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Birdan aytasan. Bu nimadan tez? Shundaymi? Shunday tezmi? Qochlarning chiroyliligini mana. Qarasang, men o'zining qochishini ishlatgan. Ha? Men adresimni yozib ketma. Oyalimga bir pasni suzdi, men uyimga. Bo'ldi. Og'riqda bo'ldimi? Og'riqda. Ya raketa kan qo'y, raketa. Rost tezki. Bo'ldi, tomoq desa qasib qoldim. Zerq mirzat degandan qishqib berib, qog'oz ishtirib turdi. Asha qilib uritma men uni. Uritma. Xo'jayin, bu yoq sizni izlab kelibdi. Nima bu? To'xtama shunda keldik biz. Siz chiqing. Nima shu yerda? Gap askansan sen. Hamma ishni uqdiq. To'xtaman kim o? Sheriklik bordi. Hamma ishni sen qilsan. Nimadan asib bilmasan? To'g'ri men bordim. Chunki u ziboga yomon qarz bor. Mana. Sen to'xtin, yomon qarz bor deyapsan. Men sen bago sen to'xtir faqat tusholmay ekansan. To'xtir degan eng yaxshi bola dunyodagi. Sen marketing qilishni sen o'zing buzibsan. Bu degan to'xtish uchun eng muhim bir fursat bu. Ani sen buzganga o'zing o'ngishing kerak bu ishni. Men o'shamdimi? Ha? Biz o'shamda. Kuchim olar. Faqat yerim soat vaqt qoldi. Men hamma ishni o'ylashdim. Shekildi faqat men bilan man qilishdim. To'xtini hech kim qutildira olmaydi. Men changboshni ko'rib men oldiqdim qiliqqa oqsa shopping to'yisiga qoldi. To'xti vayron bo'ldi. Hech kim qutildira olmaydi. Kim deydi? Ne yo'qolib ketding? Bakkasim qochib qolding. Sen kim o'ldi? To'xtini hech kim qutuldirolmaydi. To'xtini hech kim qutildira olmaydi. Nimishqa? Men ham ishlarni joy-joyda o'rinlashtirib qo'ydim. Mas faqat yerim soat vaqt qoldi. Shekillar shirkati faqat mening shirkatim bilan qilish. Lekin bu sizning shirkating emas. Hozir mening shirkatim bor. Sen nima sababda bo'lasan? Sen nimaga asosda bo'lasan? Sen balkim ustiga chiqib top o'ynab ishimni xabarsiz o'tading o'g'ay. Sen shirkatingning barliq paychigini oyam men to'liq sotib oldim. Hozir bu shirkat sizning nomingizda emas, mening nomimda. Nima? Mumkin emas. Ishim. Sen men qo'rqasida o'tabsan? Shu. Sana o'zim kelishni shuni qilib turdim. Mening ismim Asad. Quyosh xalqaro guruhining varisi. Ajbasini bilmashga bo'laman. Shunday bo'lsa hargiz mumkin emas. Voy. Ne gitti? Ne yo'qolib ketdi? Otasiga qimmatga qachon? Ansirab, bundan bir ansirab qoladi bu. O'yladim-a? Men oyoq cho'qim chiqarganimki. Oldin ata Kumarsni adam ko'proq ketgan ekan. Bundan izlab qoldim. Shu aniqcha to'xtini hozir uchroqqa qolgan hozir xabar berdim. Men bundan to'xtini ustida kelganlikdan boshqalarga yordam qilaman. Şuna amalsız qilib dadamga yordam so'radim. Dadam menga ma'qul bo'ldi yordam qilishga. Lekin uni qo'ygan birdan bir sharti barliq rasm ishlarini tashlab qaytib savdoga jo'nab shirkatni ishga haydamashdi. Ona ma'qul bo'ldi. Ketyapsan? Bo'lmasanchi qazaga esingda qo'y. Hech qisi ana yaqin aqin olganki chetdan odamdan bu lazer osma. Acaba yarım kıymetli mi? Ne olmuş ya? Ben şirketin verip işleyi mi oldu? Ya kessa kaçak açıp bilsen? Belki ben. Ama ben bu şeriyanda sahaben tanışıp sahaben ötken günlerimde kaymasam da. Bizim şu.
Ben bir ömürde birim dost tamamen o'ylagandim. Bir do'da 300 tushum o'ynayotgan. To'xtalib qo'shib qo'yaman. Men uni bilan ko'rishim yo'q, ketaver. Bunda uzoqlashmaysan. Shundaymi? To'xta bilan ko'rishib boshlasam balkim o'zim boshmay qolaman. Yarım saat kullananda cimacağını düştü ama. Voy bu hozir bu yo'llab bo'lsa qanday Görüşemiz. Naqaytimi? ishikmayapti. Sheriktingga odam lozim bo'lsa. Ben ameliyat kelishdan burun nurg'un gaplarni deyman deb o'ylab qo'ygandim. Lekin sizni ko'rib nima deyishimni bilmayapman. Ko'nglingiz nima o'ylagan bo'lsangiz, shuni davring. To'xtay. Ayni vaqtda men sizdan ayrilib ketgan vaqtimda mendan nafratlangan bo'ldingiz. O hissiyotni nafratlanish desak bo'lmasmiki? Mening haqiqatan ko'nglim yerim bo'lgan. Lekin siz o'zingizning orzusi uchun o'zingizning tanlashini qildingiz. Shu tanlashingizdan sizga xush bo'lgan bo'lsangiz, men siz bilan tang qo'shilaman. Siz shunday oq ko'ngil ekansiz. Rostga qilsam To'xtay. Men u yoqda o'qishimni tamomlab bo'lgandan keyin nurg'unlagan yaxshi shirkatlardan meni xizmatga taklif qilib kelgan ahvollar bo'ldi. Lekin men hammasini rad qilyaptim. Sababini bilamsiz. Siznidan. Amaliyotda men başlayan müşaqda manga vaqtimda u yerda bir umr qab qilish uyum yo'qdi. Ham undan planim yo'q. Men faqat shu yoqqa borgandan keyin u yoqda uylangan bilimlarimni o'z vatanimni gullantirishga to'kib qo'yish uchun ishlatishni o'ylashgandim. Lekin shunday yaxshi xizmat fursatlar kelgan vaqtda birinchi kallamga kelgan odamning siz bo'lib ko'rishingizni mumkin emas o'ylab boqmadim. Bu gaplaringizni anglab, men rostla qo'shib ketdim. Men sizning qaytib kelishingizni qat'iy o'ylab boqmagan. Sizning qaytib kelib oldindan men bilan ko'rishishingizni bu ishlar tushunimga kirmagan. Men rostla nima deyishimni bilmay qoldim. Bilmem. Ben burun sizga nurg'unlagan azorlarni bergandim. Lekin bana yeni bir qatam fursat bersangiz, ben cho'qim yaxshi qadrlayman. Bana fursat bera olamsiz. Yaxshimisilar? Hikoyamiz boshlanib bugunga kelganda To'xtay muhabbat musobasidagi muhim qarorni chiqaradigan yerga yetib qoldi. Biz buningdan muqaddam yuz bergan ishlarni bir eslab o'taylik. Dastlab To'xtay oilani bir ko'rib oshiq bo'lgan edi. Ikkisi muhabbatlik damlarni birga o'tkazib, she'rim tuyg'ularga jo'r bo'layotganda, Rohilaning o'tmish tufayli qalbida qolgan yarlar ularning munosabatiga asta ta'sir ko'rsatishga boshladi. Ziyoda gumonxo'rlik va bexatarlik tuyg'usi kamchil bo'lishdek turli pasib omillar oxiri ularning muhabbatiga xotima berdi. Uzun o'tmay bir qitimliq o'xshmaslikda To'xtay Lola bilan tanishib qoldi. To'xtayning samimiy oq ko'ngilligi Lolaning qalbini moyil qilib olgan edi. Gerçi bir qism yomon niyatli kishilar orada qiyinchilik tug'dirgan bo'lsa-mu, Asad, Sodiq va Shuhratlarning yordamida bu qiyinchiliklar mahal bo'ldi. Ammo To'xtay bu ishlardan shuni his qilib yetdiki, ikkisi bir ijtimoiy qatlamdagi kishilardan emas edi. Lola bir puldor korxonchi. Uning To'xtayga qilgan etganlari To'xtayda zo'r besim paydo qilib qo'ydi.
Shu sabab To'xti Lola bilan birga ketishni tanlamadi. Mana hozir To'xtining tunji loyiqi Shahlo chetdan qaytib keldi. Nimaga bo'lmasin, To'xti ilgari Shahloning yuragining cho'nqur yeridan suygan edi. U xizmatdan voz kechib, aloydan Shahlo bilan ko'rishgani keldi. Acaba To'xti ayni chog'da Shahloning o'z tashlab ketgan qalb yorisini hech unutib ketmagandimi? Biz endi To'xtining qanday qaror chiqardiganligini ko'rib boqaylik. Menga fursat bera olamsiz? Natijada To'xti o'zi yaxshi ko'rgan qiz bilan birga baxtli bo'la olamdi yo'q. Bu hargizmi bolalar cho'chigi emas. Oqibat bundoq oddiy oxirlashmaydi. Bu muhabbat hikoyasi teha endi boshlandi. Ularni yana qandoq taqdir qismatlari kutib turyapti. Bunisi hammalarga noma'lum. Qani, biz ikkinchi bölümde görüşelim. Assalomu alaykum ko'rman do'stlar, yaxshimisizlar? To'xtama to'xtay filmimizning birinchi bo'limi bugun oyoqlashdi. Ko'pdan ko'p tashakkur sizlarga. Lekin esinglarda bo'lsin, To'xtama to'xtay filmimiz hargiz to'xtab qolmaydi. U pat orada eng nodir, eng yaxshi, tiximi go'zal, tiximi fayzi holatda sizlarningki huzuringizga sunildi. Albatta, o ikkinchi bo'lim bo'ldi. Birinchi bo'lim bugun oyoqlashdi. Ko'pdan ko'p tashakkur. Sizlar bizning filmimizni izchillikda qo'llab berdinglar, qo'llab berdinglar, ham yoqtirdinglar. Shuningdek bizningki filmimiz davomlashdi. Agar sizlar bo'lmagan bo'lsanglar, balkim To'xtama to'xtay filmidagi davomlashishiga hech qanday ahamiyat bo'lmagan bo'lardi. Ko'pdan ko'p tashakkur. Shuningdek rahmat aytadiganimiz yana bizni qo'llab berayotgan, iqtisodiyotni qo'llagan shu korxona, shirkat va o'rinlar. Ondan yana rahmat aytadiganimiz bizningki guruhimizdagi parda oldidagi, parda orqasidagi barliq bizdan tang kurashayotgan barliq do'stlar. Rahmat aytgan o'rinlarni bilan ko'plar, albatta yana rahmat aytamiz. Chunki bu rahmat aytmasa bo'lmaydigan bir o'rin. Bu o'rinlar bo'lsa, dal shu suhbatlar. Bizning filmimiz ham shu ko'rman do'stlar o'rtasidagi bir ko'rik rolni o'tab, bizning filmimizni taqib berishiga ham do'stlarningki tunishiga alohida zo'r to'klam qo'shdi. Shuningdek bizningki ikkinchi filmimizda intaklaymiz shuki, To'xtama to'xtay filmimizni o'z oldinglarga taqib bersanglar bo'laydi. Ham sizlarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Biz eng dastlabda o'ylagan nurg'ulgan qiyoslarimiz, nurg'ulgan xiyollarimiz, o mazmunlarimizni biz birinchi bo'limda ifodalay olmay qoldik. Buning albatta sababi bor, lekin biz shu sababliklarimizni ikkinchi bo'lim kelganda to'liqlab, tiximi yaxshi holatda sizlarga oldinlarda paydo bo'lamiz. Rahmat sizlarga. Eng oxirida aytadiganimiz, balkim sizlar o'ylagan bo'lsangiz mumkin filmningki eng oxirida biz noit odamning kishini g'ayrish-turadigan mazmunlar bilan oyoqlashtiramiz. Keyingi qismda qanday bo'ladi deya keldi. Ikkinchi bo'lim qanday bo'ldi? Balkim 13-qismda sizlar yana ishlar g'ayrish qilishi mumkin. Amaliy. Bu bizningki ortiqchiligimiz. To'xtama to'xtay filmidagi bosh obraz To'xtiningki muhabbat hikoyasi Shahlaxon qiz bilan oyoqlashadi va yoki sizningki o'ylaganingizda, sizningki xayolingizda, ko'nglingizda o'ylagan yaxshi bo'lgan nomzodlar bormi? Film ichidagi tili zahar, eliq rassom shu. Ikkinchi bo'limni qaytib kelamo, kelmasmi? Agar siz bu mushu mazmunlarga qiziqqan bo'lsangiz ham shu mazmunlarga o'zingiz tang qo'l solmoqchi bo'lsangiz, biz To'xtama to'xtay unda salonimizga kirib bir bilet tashlang. Balkim sizning mushu bir biletingiz bizningki To'xtama to'xtay filmidagi ikkinchi bo'limdagi mazmunlarga cho'ng o'zgarishlarni kiritishi mumkin. Esinglarda bo'lsin, bizning unda salonimiz To'xtama to'xtay. Rahmat sizlarga, ikkinchi bo'limda ko'rishaylik. Xayr, omon bo'ling.